Haromda yurganlar ayniqsa zino eng dahshat narsa. Eshiklarda tursin. Bu zino shunday dahshatli jinoyatki Allohning huzurida 7dan biriga uradigan narsa. Bir odam zino qildimi? Nima bo'ladi? O'ziga urib ketish mumkin. O'ziga ursa bir avariyaga mubtalo bo'lib, yo bir kasalga giriftor bo'lib, yo xor bo'lib qoladi. Agar o'ziga urmasa, ahli ayoliga uriladi. Ahli ayoliga. Ahli ayoli shunaqa nogiron bo'lib qolishi mumkin, yo kasal bo'lib qolishi mumkin, yo boshqa. Ayoliga urmasa, o'g'liga uradi. Birdaniga ofat bo'lib bir shikast topadi. Xudo taolo o'zi asrasin. Yo o'lib qolishi mumkin. O'g'liga urmasa, qiziga uradi. Qiziga uradi. Baxtsiz bo'ladi. Haligi uzatilgan joyda haligi kuyov narkoman ekan. Yoki kejalak ekan, u ishlamas ekan. Va hokazo iflos gapchiliklar ko'payib ketib qoladi. Agar qiziga urmasa, qiziga kasbiga urar ekan. O'zini kasbidan birdaniga baraka ko'tarilib ketib qoladi. O'zini fayzga urib ketib qolishi mumkin ekan. Ya'ni qanaqa? Odamlar masalan gaplashib o'tirsa, mana shu odam seni ortirsin, ana kasofatga o'xshab ko'rinyapti-ya mana shu. Shu odamning gapi yoqmayapti deydigan bo'lib qoladi. G'ash kelib ketaveradi masalan. Bu 7dan biriga uradigan katta dahshatli jinoyat Allohning huzurida